Mana biz odamlardan yordam so'raymiz gohida, ehtiyojimiz bo'lganda va odamlar orasida bizga yordam beradiganlar uchraydi. Bizdan ham yordam so'rashadi va biz ham yordam beramiz imkoniyatimiz darajasida. Va hamma o'zini yo'lida davom etadi. Hech kimdan ta'na qilmaydi, boshqa qilmaydi. Lekin mana shu odamlarni bir-biriga yaxshilik ulashishini o'zi katta bir xayr, ya'ni inkor etmaslik. Odamlarni bir-biriga ko'maklashayotganligini xabarini eshittirishni o'zi bir xayr. Endi buni tamoman teskarisi bor. Odamlarni bir-biriga ziyon berayotganligini ko'proq tarqalishi avval aytganimiz yaxshilikni kamayishiga sabab bo'ladi.